Otisi töhmet bilan turmada o'g'li tarbiyalashdi. Xitoy yillardan buyon Sharq Turkiston xalqini bostirish, zarba berishda yangicha rezil tadbirlarni ishga solib ziyonkashlik qilmoqda. Yaqinda ijtimoiy aloqa vositalarida Xitoyning Sharq Turkistondagi qo'rchoq organlari Qashqarning ma'lum yesida ishlangan tarbiyalashdagi ko'rinishlar mavzuli qisqa film tarqaldi. Filmda Qurbon Hasan ismli bir yosh o'zining kent darajalik tarbiyalash o'rnida tarbiyalashga qatnashgandan keyingi ta'sirotini kanit a'zolari oldida o'qib o'tgan. Mening bu kanit darajalik tarbiyalash o'rniga kelish sababim dadamning qonunsiz diniy faoliyatlarga qatnashib qolish sababidan kelib tarbiyalanyapman. Dadam bo'lsa tarbiyalash o'rnida tarbiyalanadi. Men bu kanit darajalik tarbiyalash o'rnida tarbiyalanib o'g'inish orqali o'zimning xatoliklarimni cho'nqur tunib yetdim va qattiq afsuslandim. Mazkur yosh ta'sirotida o'z otasining qonunsiz diniy faoliyatga qatnashganlik tuhmati bilan jazolanganligi, o'zi bo'lsa otasining diniy faoliyatga qatnashganlik sababidan kent darajalik tarbiyalash o'rnida tarbiyalanganligini o'qib o'tgan. Mazkur yosh o'qib o'tgan mazmunlar Xitoyning xalqarodan yushirib kelayotgan Sharq Turkiston xalqini vosita tanlamasdan bostirib, bir oiladan biror kishiga tuhmat ortib, boshqa oila a'zolarini qo'shib jazolash, shahar va nohiyalardagi markaziy tarbiyalash lagerlaridan boshqa Sharq Turkistonning har qaysi yezi kanit ichidami tarbiyalash lagerlarini ta'sis qilganligidan iborat jinoyat paketini oshkorladi. Tibet faoliyatchilari Xitoy bosh elchixonasiga bosib kirdi. 10 mart Facebook sahifasi tarqalgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Tibet kishilik huquq aktivlari Xitoyning Hindistondagi bosh elchixonasiga bosib kirgan. 10 mart Tibet xalqining 1959-yildagi Xitoyga qarshi elib borgan cho'ng ko'lamlik namoyish harakatini xotirlash munosabati bilan bir qancha Tibet xalqi Xitoyning Hindiston poytaxti Yangi Dehlidagi Xitoy bosh elchixonasiga bosib kirgan. Elchixonaga bosib kirgan bir qancha kishi soqchilar tarafidan tutilib, shu yerdagi Chanoq Yapuri soqchixonasiga qamalgan. Xitoy Sharq Turkistonda undidarda guruhi qurishni chekladi. 10 mart ijtimoiy aloqa vositasi Facebookda tarqalgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning Eli Qozoq avtonom oblasti Tekes nohiyasidagi bir soqchi o'zining Urumchida yig'inga qatnashganligini, yig'inda xalq ommasi xohlagancha qurgan undidar guruhlarining hammasini o'chirib o'tish kerakligini uqtirish qilganligini, xalq ommasining Xitoyning qonun o'rinlari qurgan guruhlardan boshqa undidarda guruh qurishga bo'lmaydiganligini, hamma ish hukumatning qo'lida ekanligini uqtirish qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan yo'lsizligini oshkorlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning bu bema'ni ijroati Xitoyning qo'rqishni qaysi darajaga berib yetganligini, o'zaro urug' tuqqan do'st birodarlar orasidagi normal berish-kelish munosabatini cheklab, Uyg'urlarning bir yerga jam bo'lishini butun kuch bilan kontrol qilayotgan Xitoyning amdilikda tor dunyosidan iborat mavhum dunyodami ularning bir yerga kelib o'zaro suhbatda bo'lishidan ansirayotganligini bildirishdi. Erdoğan Afrindan keyin Manbij qatorliq rayonlarni terrorchilardan tozalaydiganligini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Afrindan keyin Manbij, Aynul Arab, Tel Abyad, Rasulayn, Qamışli qatorliq Fırat daryosining sharqidagi rayonlarni terrorchilardan tozalaydiganliklarini aytdi. Türkiye Ovoz Radiosuning xabarida bildirilishicha, Erdoğan Adalet ve Taraqqiyot partiyasining Mersinda chaqirilgan 6-navbatlik favqulodda qurultayda qilgan so'zda Türkiye armiyasining Suriyaning Afrin rayonida bo'lgunchi terrorlik tashkilotlari PKK, KCK, PYD, YPG ve Daesh terrorchilarini bartaraf qilish, do'st va qarindosh rayon xalqini besim va zulmdan qutqizish uchun 20 yanvar kuni qo'zg'agan Zaytun shahri harbiy harakati to'g'riliq to'xtaldi. Turkiyaning tarixida hech qachon boshqalarni mustamlika qilib olishdek bir aybi bo'lmaganligini eskartgan Erdo'g'an mundaq deb ko'rsatdi. Biz ishg'ol kuchlarini nihoyatda obdan bilamiz. Cümleden terrorlik tashkilotining va bu tashkilotga yordam berayotganlarning Suriyada nimani maqsad qilayotganligini nihoyatda obdan bilamiz. Shunga biz ularga qarshi harbiy harakatni davomlashtiryapmiz. Ammo shuni alohida ta'kidlab o'tamanki, hech kim bizni xato tushunib qolmasligi,
bizning kuchimizni sal chaqlamasligi lozim. Agar bizni xato tushunib qolsa va kuchimizni sal chaqlasa, u chaqda biz ularga kuchimizni ko'rsatib qo'yamiz. Erdo'g'an so'zining oxirida Jarablusni, Raitni, Albobni terrorchilardan tozalagandan keyin suv tok bilan ta'minlash, ma'arif xizmatini yo'lga qo'yish, ul aslaha qurilish xizmatlarini ishga kirishtirishda qanday qilgan bo'lsak, Afrinda shunday qilamiz. Afrindan terrorchilarni talto'kis tozalab bo'lgandan keyin Manbij, Aynul Arab, Tel Abyad, Rasulayn, Qamishli qatorliq Fırat deryasının şarkıdaki rayonlarını mı terörçilerden tazalayımız diğerlerini kayıt kıldı. Türkiye tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz. Yaptığımız bu. Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını onları da çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine gidiyoruz ve gideceğiz. Ama kimse bize yan yapmasın. Yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur. Xitay Amerika'nın qo'shimcha baj qaroriga qattiq norozilik bildirdi. Xitay Amerika Qo'shma Shtatlarining po'lat va alyumin mahsulotlariga qarata qo'shimcha baj qo'yish qaroriga qattiq norozilik bildirdi. Türkiye Ovoz Radiosuning xabarida bildirilishicha, Xitay Savdo ishlari ministrligi tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Washington hukumatining import qilinadigan po'lat va alyumin mahsulotlaridan navbat bilan %25% va %10% qo'shimcha tamojni beja elish planiga aloqador qarorining ham savdo ishlarini qo'g'dash va ko'p taraflik savdo sistemasiga ham xalqaro savdo tuzumiga og'ir ziyon yetkazadiganligi qayd qilindi. Dunyo savdo tashkiloti, Yevropa ittifoqi va ko'plagan davlatlarning mazkur qarorga qattiq norozilik bildirganligi eskartilgan bayonotda Xitoyning o'zining haq-huquqi va manfaatlarini qo'g'dash uchun kuchli tadbirlarni oladiganligi ta'kidlandi. Bayonotda yana Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro savdo tuzumiga vakillik qiladigan sistemaga hurmat qilishga hamda mazkur qarorini darhol bekor qilishga chaqiriq qilindi. Tillerson Afrika davlatlarini Xitoydan hushyor bo'lishga ogohlantirdi. Erkin Asiya Radiosuning xabarida bildirilishicha, Amerika Davlat ishlar ministri Rex Tillerson Afrika davlatlarini Xitoydan hushyor bo'lishga ogohlantirib, Xitoydan qarz olganda ehtiyot qilishni, o'zlarining egilik huquqidan ayrilib qolmaslikni ta'kidladi. Tillerson bu so'zlarni 8 mart Afrika davlatlariga qiladigan tunji ziyoratini boshlagan kuni qildi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Tillerson bizning Xitoyning pulini Afrikadan yiroq tutishdak planimiz yo'q. Lekin Afrika davlatlarining qarz kelishimining shartlarini inchkilik bilan o'ylashi, o'zining egilik huquqini yo'qotib qo'ymasligi muhim dedi. Amerika garchi eng ko'p haqsiz yordam beradigan davlat bo'lsa-mu, biroq Afrika bilan bo'lgan savdosi uningdan eshib ketgan. Xitoy Afrika davlatlarining ul aslahalariga keng ko'lamlik mablag' selishga, uning kon boyliqlarini setib olishga va qarz pul berishga boshlagan. Bu ahvol kishilik huquq tashkilotlarida va muhit qo'g'dug'uchilarda andish qo'zg'agan. Tanqidchilar Afrikaning Xitoy shirkatlarini va Xitoy ishchilarini ishlatishini, Xitoyning Afrikaning qimmat o'lchamlariga buzg'unchilik qilayotganligini ogohlantirib kelgan. Tillerson payshanba kuni Efiopiya poytaxti Addis Abebada o'tkazgan axborot yig'inida Xitoyning mablag'i yerliklarga xizmat fursati yaratmaydiganligini eskartib, Xitoyning Afrika hukumatlariga berayotgan qarz pulining xarakterini tanqid qildi. U agar Afrikadagi biror hukumat Xitoyning qarz pulini elib, avarichilikqa qolsa, o'zining ul aslahalari qurilishiga bo'lgan kontrolligini yo'qotib qo'ydi. U agar Afrikadagi biror hukumat Xitoyning qarz pulini elib, avarichilikqa qolsa, o'zining ul aslahalari qurilishiga bo'lgan kontrolligini yo'qotib qo'ydi yoki o'zining kon boyligini omonatga qo'yishga majbur bo'ladi dedi.